Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli görünmeler. Yeni bir katımlık uçuk söhbət programımızı görüşünlerine karşı alımız. Ben Abdullah Yalqun. Kadirli görünmelerimiz hemen məlum boğandək yıllardan buyan biz bu programımızda xilma-xil temalarda, xilma-xil sahalardaki mütəxəssislərimizlə, alimlərimizlə, siyasetçilərimizlə təklif qılıb söhbət ötküzüb kilovatımız. Bugün şunun cümlesinden elanımızda düştüm burun elandı bəduq. İntayın mühim bir tema elbette. Öz sahasideki bulup mu bir mütəxəssisini tapqa vaxtımızda bu sahada yetişken, bu sahada okuyan bir siyalerimiz İstanbul'a kəlgəldigi münasibeti bilen bu fürsətini çan tutup bugün kıymetlik bir mehmenimiz var. O bosumu Doktor Muxtar Buğra efendim teklif kıldık. Kıymetli vaxtdan çıkarıp kadem taşırıp bəgəli üçün köpten köp rahmet etimiz aldık. Sizge köpten köp rahmet. Allah razı olsun. Kadirli görünmelerimiz, programımız YouTube ve Facebook kanallarımız arkalık Naq Meydan'dan tarixlavatıdı. Ekran aldı çıkıp duruyatkan numarımız şundaqla. İctimai fikir vasıtlarındaki alaqı vasıtlarımız arkalık programımızga alaqadar her qandaq fikir teklif bolsa berişinglarni, suallar olar bolsa soruşinglarni ümit qilamiz. Şundaqla köplеген qarindoshlarımızın foydalanish uchun ham baharlab qo'yishni ham unutmaysizlar. Temamiz albatta bugün Uyg'ur davlatchilik falsafasi haqida to'xtalganligimizni e'lon qildik. Doktor felsefe fanları doktori, şundaqla Yaponiya Uyg'ur Filologiya institutu müdiri ve Yaponiya Uyg'ur Akademiyasi reisi. Elbette ilmi ünvandan başka yana siyasi kılıvatkan nurgun hizmetleri var. Aldı bilen sizni hürmetli doktor birinci qetim istiqlal mehminimiz bulup, istiqlal TV'nin mehminimiz bulup oturupsiz. Şuna görülmelerimizni görünmelerimiz bir kısaca tutulup ötken basa, özünüzle bir tanıştırıp ötken basanız. Buldu. Sözümdeki mukaddimesini Hazreti Alisher Navoiyning sözü bilen başlaşını muvafık gördüm. Alisher Navoiyning mundaq bir sözü var. Ademi irse demegil ademi, aninki yok xalq g'amidin g'ami dedi. Bunun manası, sen adamlı bolsa adam deme. El, vatan, devletinin g'amini yemigen bolsa o adam emas. Deydi Alisher Navoiy. Demekçi ben biz vatan, xalq, elinin g'amini yeyishni Uyg'urning etikasi yoki Uyg'ur qimmat qarashining markazi deb bilamiz. Endi o'zimni tunishtirsam, Uyg'ur klassik adabiyot sohasida va Uyg'ur adabiyot sohasida izchil tadqiq qilayotgan bir suhbat bilan deyalaymanki, Uyg'urninki oddiy bir shoir bo'lishi mumkin, Uyg'urning oddiy bir fikr qiluvchisi bo'lishi mumkin, Uyg'urning odatli bir jamoat arbob bo'lishi mumkin, oddiy bir o'qituvchi bo'lishi mumkin. Tarjimonini qisqalab aytsam, 92-yili aynan aytsam Şinjan Pedagogik Universitetininki Uyg'ur tili adabiyot kasbiga o'qish kirib 97-yili o'qish bitirdim. Urumchida to'liq o'rta maktabning Uyg'ur tili adabiyot o'qituvchisi bo'lib 8 yil atrofida ishladim. Bu o'qituvchi bo'lish jarayonida albatta meningki Uyg'ur falsafasi, Uyg'ur etikasi, bo'lib Uyg'ur klassik adabiyot haqidagi tadqiqotlarim uzilib qolmadi. Meningki Yaponiyaga kelgandan keyingi tadqiqotim asosan Uyg'ur davlatchilik falsafasi, Uyg'ur davlatchilik etikasi bo'lib keldi. Sababi nima? Sababi bizning eng muhim masalamiz, eng zarur masalamiz, ya'ni yo'qotib qo'ygan narsamiz eng güçler Uyg'ur davlati. Ya'ni mushu xosiyatlik bir eng güçlerini biz yo'qotib qo'ydik. Mushu xosiyatlik eng güçlerini biz qo'limizga tushamigicha Uyg'ur bo'lanmaydi. Siz bo'lanmaysiz, men bo'lanmayman. Biz inson bo'lanmaymiz. Ya'ni insonning mohiyati aslida davlatchilik xarakteriga ega, ya'ni siyosiy xarakterdagi bir mavjudiyat. Yani Aristotel shunday aytgan va undan keyin nurg'un falsaflar insonning mohiyati nima degan masalaga vaqtda davlatchilik mohiyatini birinchi o'ringa qo'ygan. Xo'sh. Mushu ma'noda qaragan vaqtda men davlatchilikni Uyg'ur uchun eng zarur, eng muhim va mangulik tema deb qaradim va ta bugunga qadar mayli Uyg'urlar uchun bo'lsin, mayli Yaponliklar uchun bo'lsin, ammo shu temadagi tadqiqotlarning natijasini yo'llab keldim va 2019-yili Uyg'ur davlatchilik falsafasi degan temada doktorlik maqolasini yozib, falsafa fanlari bo'yicha doktorlik ilmiy unvoniga erishdim. Yaponiyaning Kyushu Universiteti. Yaponiyaning Kyushu Universiteti albatta Yapondagi 4 cho'ng imperiya universitetining birisi. Tokyo Universiteti yoki Osaka Universitetiga o'xshash
Yapondagi eng nopuzluq kirishmi tez, chiqishmi tez bo'lgan bir soha, bir kasb. Demak, shu sohada Uyg'urlarningki eng muhim bo'lgan temasini tadqiqlash uchun 10 yillab vaqt sarf qilib, ya'ni yaponliklar kutgandek, bizning rasmiy kasbiy faylasuflarimiz kutgandek bir shaklda buni tamomlab yapon xalqiga sungan bo'ldik. Buningki natijasini og'zaki bir shaklda turli axborot vositalari orqali jamoatga sungan bo'ldik. Men hozir Yaponiya Uyg'ur akademiyasining raisi degan salohiyatda ham Yaponiya Uyg'ur jamiyatininki doimiy a'zosi, shunaqla yapon xalqi uchun maxsus Uyg'ur tarixi, Uyg'ur adabiyoti, Uyg'urning filologiya sohasini kasb qilib o'tadigan Uyg'ur filologiya institutininki mas'ul bo'lib ishlayapman. Mening har kunim davomli o'rganish tadqiqot oldida. Xo'sh. Ko'pdan ko'p rahmat haqiqatan bu ilmiy hayotingiz bo'lsin, xizmat hayotingiz bo'lsin. Qisqa bir qancha minut so'zlab bo'lish tasvir ish. Chunki Yaponiyada deganingizdek Yaponiyadagi yapon xalqiga bizning madaniyatimizni, xalqimizni tunishtirgan programmalarimizni men tushunmasam yapon tilida ko'rdim sizning nimangizni. Xizmatingizga utuq tilaymiz albatta. Bu intayin bir cho'ng bir bo'shliq ham deb o'tganingizdek hamda bu o'qish bitgandan keyin siyosiy sohaga rasmiy atlangan o'xshaysan-da. Aldı bilan albatta bugun temamizning aytib muhim bir tema Uyg'ur davlatchilik falsafasi. Bunun kirishdan burun Yaponiyadagi uzun yildan buyon 18 yil bo'ldi shundami hozir Yaponiyada turibman. Universitet, magistrlik, doktorlik tugaguncha bu yerda o'qidingiz. Hozirgi mavjud Yaponiyadagi xalqimizning ahvoli haqida, siyosiy faoliyatlarimiz haqida qisqacha undan bir ko'rmalarimizni vaqiflantirsak. Bo'ldi. Savolingizga rahmat. Nihoyat muhim bir savol. Yaponiya barliq davlatlar ichidami Uyg'urlar uchun vaqtda texmi muhim bir davlat. Balkim eng muhim davlat Uyg'urlar uchun Yaponiya bo'lishi mumkin. Chunki chet eldagi Uyg'ur ziyolilarining sarxillari, Uyg'ur siyosiy harakatida bo'lsin, mayli ilmiy harakatlarda bo'lsin, umuman Yapondan chiqqanlar nihoyat cho'ng bir markaziy kuch sifatida erkak voqealigidan biz xabardor. Albatta turli davlatlardagi ziyolilarimizning soni va sifati onda hech qanday gumon yo'q. Xo'sh. Ama Yapondagi ziyolilar mayli tabibdan bo'lsin, mayli ijroban bo'lsin, Yapondagi aşı mavjud bir ma'rif sistemasidan foydalanib o'tirib, qanday qilib Uyg'ur millati uchun xizmat qilish degan masalada har bir Uyg'ur ziyolisi tirishib ishlab kelyotdi. Nihoyat nurg'un mashhur shaxslarimiz bor. Bular mayli kompyuter sohasida bo'lsin, yumshoq detal sohasida bo'lsin yoki boshqa injenerlik sohalari, iqtisod ve icma fenninki mesela ma'rif ve başka edebiyat sahalarında, folklor sahasında bizden nurgulluğun sarkı ziyalarımız var. Bunlar Yapon tilde nurgulluğun isil tadqiqatdan elip verip cemaatke sunup geldi. Bunlarınki emgeklerinin bir tunuştursak nahiyet uzun bir vakit gidip kılışı mümkün. Ama şunu diyeyim ki Yapon'daki Uygur sarkılları dünyadaki barlık sarkıllar içinde belki tekimi ciddi işlevatkan, texmi qattiq ishlayotgan, shundaqla texmi mas'uliyatchanlik bilan ishlayotgan ziyolilar bo'lishi mumkin. Hamda siyosiy sohadagi faoliyatimizga kelsak, bu yerdagi eng muhim organ Yaponiya Uyg'ur jamiyati. Men hozir shu jamiyatning doimiy a'zosi. Albatta, shu yaqin men kirgandan keyin 3 yildan buyon Yapondagi Uyg'ur siyosiy harakati nihoyat tez suratda taraqqiy qildi. Bir qancha yilning oldida Yapon parlamentida balkim Uyg'urlar munosabat ovoz chiqmasligi mumkin, balkim mumkin emas degan qarashlar bo'lgan. Sababi Yapon Xitoyning iqtisodiy munosabati intayin zich. Xo'sh. Shunday bo'lganligi uchun bu iqtisodning oldida bu Yapon egilib qolishi mumkin degan qarash bor. Ammo biz Yaponiya Uyg'ur jamiyatidagi har bir a'zo barliq qarindoshlarimiz nihoyat zich organik holda birlashib ovoz chiqishi balkim mumkin emas deb qaralgan Yaponiya parlamentidan Uyg'ur munosabatlik aqaqid ikki qaror, ikki ovoz ma'qullangan bo'ldi. Bu ovoz majburiy emgak munosabatlik, shunaqla kishilik huquq dafsandichilik yoki irqiy qirg'inchilik munosabatlik qaror. Ya'ni bu 12-oyda bu qaror aqaqid ma'qullangan bo'ldi. Yapondagi siyosiy harakat umuman Yaponiya parlamentini, Yapondagi har qaysi shaharlarning shaharlik parlamentleri,
her qaysi өлkələrinin өлkəlik parlamentlərini inçiklik bilan layihəlab, qandaq qılıb bu sistemdən önümlük faydalanıb Uyğur üçün əməli işçilik boldu degan temada Yaponiya Uyğur cəmiyyəti yaxın 3 yıldan bu yan nəhayət zor əməli nəticəyə erişib qarayımız. Bu yıl 10 ayının axırında Yaponiyada çoğ bir fəaliyyət var. Bu bəlkім bunundan keyin türlük medialarda aşkarı elan qıldı deb o'ylayman. Şu deyəmən ki, Yaponiya Uyğur cəmiyyəti Yapondakı barlıq siyasi fəaliyyətlərinin ki asasi gücü negizi bir yerdeki türlük ziyarlarımız Uyğur'un menfaati üçün, Uyğur'un avazını çıkarış üçün bar gücü bilan işləvətdir deb o'ylayman. Köpdən köp rahmat. Utuqlayımız əlbəttə. Əmdə bu qatim tuncu qatim İstanbul'a Türkiye'ye gelişimde programın sırtı biraz paranlaştık. Uyghur Akademiyası'nın Ankara'da özgürtülgen yığınlığa katlaştınız hem de. Şu yığındaki təsiratınızdan bir iki qız gap bilan anlatsanız. Bu yığın əlbəttə görmələrimiz, xəbərimizin bədə Uyğur qırğınçılığı davamlaşıb atqanda chet eldeki mühacirətdəki Uyğur dili və mədəniyyətini qoğdaş haqqındakı bir yığın qatnaşdınız. Bu yerdəki təsiratlarınız nə oldu? Millətimiz üçün bolğan bir fəaliyyət əlbəttə bunu. Yani bu ayının 8. 9. ve 10. günleri 3 gün Ankara'da bulduk. Benim Türkiye'ye tuncu qıdım kelişim. Şunaqla İstanbul'a ham tuncu qıdım kelişim. Ankara'ya kelgan vaqtda mening his qilganim nəhayət nurgun sarxın ziyallar bilan dağınıq şəxslərimizdən bevas uçraşdım, söhbətləşdim. Ular bana kanmıdık dedi. Ben hem ular kanmıdık dedim. Bu yerdeki asaslık mesele bizden azaplarımız, hoşallıklarımız ortak, yığımız, külkümüz ortak. Ama şu mendemde biz talep kılınan boyunca özümüzdeki tayyorlab kelgan leksiyamizni qilgan bulduk. Ben sözlegen tema Uyghur tilinin kudreti, Uyg'urning kudreti demektir. Degan nəhayət bir inçik bir əməliyyatda til fəlsəfəsinin, yəni Uyğur til fəlsəfəsi münasibət bir tema. Yəni bizdə hazır atom gücü yox, yadro gücü yox. Əgər boğan bolsa bizning nima qildiganligimiz hazır hər birimizga ayon. Amma bizdə bu güc bo'lmagan ahvolda qanday qilamiz degan vaqtda faqat bir güc, o bo'lsa Uyğur tilining kuchidan iborat. Hər birimiz ma'lum vaqtda Uyğur tilining mutaxassisi, Uyğur tilida ajoyib cho'nqur bilimga ega bo'lgan hem şu diplomatik bir seviyede işletilen nihayet çoğunkur Uyghur dil seviyesiyle bir insan buluş talep kılındı. Ben bu yerde Heidegger'den misal keltirdim. Heidegger'den de German'ın dağınık filosofi 21. asırdaki en dağınık filosof Martin Heidegger. Bu şahsın bunda bir sözü var. Til demeklik mevcudiyetinin üyüdür deyip. Bunun manisi yani German tildeki manisi bir insan buluşu jarayonida o şüphesiz ki 5 til, onun ahırısı mı til deydi. Fakat tilning içinde yaşay deydi. Anda ikincisi bu til ne? Bir nur deydi de. Biz bir narsani ko'makchi bo'lganmiz, u cho'qim faqat shu til orqali ko'ramiz deydi. Masalan, men ma'lum bir narsani o'ylagan vaqtimizda shu beshizlik Uyg'ur tilida fikr qilaman da. Har bir Uyg'ur albatta Uyg'ur tili orqali fikr qiladi. Masalan, ayni vaqtimda dedim, men ishik deganda o Uyg'urcha ishikni ko'zallarga keltirmanda. Yaponcha bilan tobira deydi. Ama ishik deganmanda, ammo o Yaponcha ishik bilan Uyg'urcha ishik o'tirsida bu mahiyetlik farq borligini har birimiz bilamiz. Mush mana qara vaqtimizda avval biz texmi cho'nqurlab kirdigan soha balkim Uyg'ur tili sohasi bo'lishi mumkin. Biz yangi hukmlarni Uyg'ur tilida ifodalashga majbur. Biz nurg'un intayin zil hukmlarni Uyg'ur tilida ifodalashga aciz keldik. Bizning mediadagi tillarimiz oddiy, tez, aniq buni keskin deyish kerak. Biz Uyg'ur tilininki shu mediadagi, diplomatiyadagi cho'nqurlik darajasini texmi cho'nqurlashtirishimiz va kengaytirishimiz. Shu sohada biz har birimiz cho'qim til ustasi, tilning mutaxassisi bo'lishimiz kerak. To'g'ri. Men shu temada so'z qildim. Akademiyadagilarning bir qanchasi menga gapirib, eng yuragimizga qattiq tekkan shu nutq bo'ldi, sening nutqingda deb. Ahirda Martin Heidegger'dan başka German'ın dağınık filosofi Immanuel Kant'ın Ahlak Metafiziks namlı eserden misal keltirdim. Bu ahlak metafiziksinin nait yine bir gap var. Bir insanın mecburiyeti iki xildeydi. Birisi ahlaki mecburiyet. İkincisi
kanuni mecburiyet. Hem de German tildeki manası birisi mükemmel mecburiyet, yani birisi gayri mükemmel mecburiyet diyen gap. Bu mükemmel mecburiyet diyen manası kanuni mecburiyette bir insan eğer kanuni mecburiyetlerini, yani tabiat kanununda belirlengen aşı mecburiyetini ada kılmaydıkken o cinayetçi. Hoş. Biz Uygur özümüzden kanuni mecburiyetlerimiz, tabiat kanununda belirlengen aşı mecburiyetlerin tülü olan düşenmegenligimiz ve ada kılmaganlığımız tüpeyden belki müşkül kalan başımız mümkün de enip keskin müracaat kıldım. İkincisi ahlaki mecburiyet. Bir adam, yani bir adamga ahlaksızlıktan muamele kılsa, onun soruğu şu meydan bulması mümkün ki onun akıdılan keldiğin soruğu var. O şu bilsiz. Demek bu tabiat, bu cemiyet, bu devletin mahiyeti tarifi elbette bizim bu tilimiz bilen, yani ana tilimiz bilen ifade edilen okumlar bilen hem münasebet. Müşahit kıravatımızda biz Uygur'unu küçeytimiz deydikenimiz cezmen Uygur tilini çoğunkurlaştırışımız, küçeytişimiz. Her birimiz Uygur tilinin ki ellemese buluşumuz hem zürür. Müşahit vakti andın biz Jahandarçılıktan özümüzden nesibimizde hem devlet ve devletçilikten özümüzden nesibisini alışımız hem mümkün. Tamam. Hakikaten pek güzel yapıldınız, Allah razı olsun. İnsanlar hakikaten siz hem de 18 vatenden ayrılığında 18 yıl oldu. Hiç kayıtıp bakmadım da. Ama muhacirette belki Ankara'da his kan buluşmamız mümkün hem de. Qançılık bu tilimizdeki qançılık mühim ekanligini en yarqın ifadeler bilen ifadalansın. İnsan ba'zida digiskuldan biz davamlıq siyasatda xalqaro dədimizni aytib barganda Xitoy ani qilib bardi, tilimizni manda qilib bardi u bu deb. Chet ellarga qaraydigan bo'lsak, muajiratdagi har qaysi davlatlardagi yoshlarimiz, farzandlarimizning kundan kunga u yerda erib ketayotganligi, tilini yo'qotayotganlikdan iborat bir reallik bor. Türkiye'dekilermi veya başka dünyanın arkası yerlerdeki tilini aran sözlüsümü yerim yatı söylediğin. Bu tilininki qançalik mühim ekanligini siz nayet güzel ifade edildiniz. Siz bu bugünkü muhaciratdagi sirtqimish dunyodagi ahvolimizni qarab turib bizni qaysi seviyada nimalarni kam qilyapmiz ki biz bu holatga kelib qoldik yani. Bu nayet ig'ir savol. Bu yerda Alisher Navoiyninki so'zindey köngül hazinesinin kulu tildir ve ol hazinenin açkışı tildir. Durdaneler diyen sözünü efsane bil, cahan denizde tilini durdane bil. İnsanı söz eyledi cüda hayvandın, bil kim göhürü şerifrak yok andın, deydi Hazreti Alisher Navoiy. Alisher Navoiy ma'lum ma'nodagi vaqtda sualımızga cevabını berib bo'lgan da. Biz hazine istep avare. Ameliyatda hazine aldığımız turuptu, kolumuz turuptu. O nesnenin kıymetini bilmesek o bir taş. Yani aldığımızda bir altın boğan olsa onu işletemesek, bilemesek o bir taş. Yani gereksiz altın taş dediğin yapar o. Demek eğitimiz ki biz en mühim kuralımızdan ve belki birden bir kuralımızdan Uygur tili ekanligini, Xitoyning şunun için en mühim noktaga, bizning en mühim kuralımızga texmi tiz, texmi yiltizdin paltır etganligini ham bilib turibmiz. Nima uchun Xitoy bu kadar vahshiylik bilan Uygur tiliga hujum qiladi? Nima uchun biz bu kadar anqavlik bilan Uygur tiliga muomala qilamiz? Bu o'tirisda nihoyat azoblaydigan bir tragediya yatadi. Ma'lum qarag'imizda har bir Uygur hiç kandak sebepsiz, yani şartsız halda Uygur tilinin ustası, Uygur tilinin ki muallimi olmak lazım. Çünkü bu bir milletin esası buluşu için evvel o tilini bilişi ve o tilinin mütehassisi buluşu ve özden farzandlarına kaldırışı elbette o birinci şart. Meyli German, meyli Greek olsun, meyli Fransız, meyli İtalyan, ya Arap olsun, elbette hiç kandak bağını sebepsiz özünün milletinin tilini özünün farzandlarına şu kadar estağfurullah öğütüdü. Bizden baldırımızı kaldırılan mirasımız altın gümüş bulmazsa gerek. Belki en mühim neyse Uygur tili buluşu en bir özürür. Çünkü ata babamızdan kalan barlık nesile, bizden barlık miraslarımız ve onun için en mühim en güçlerimiz Uygur tili arkalı kegen. Yani meyli Uygur mukamları bulsun, meyli Uygur klasik edebiyatı olsun ve buna münasebet nurgulagan bizden en güçlerimizin hemisi fakat Uygur tili vasıtası bilen giderildi.
Yani mayli qadimki Uyg'ur tili bo'lsin yoki Chag'atay Uyg'ur tili bo'lsin va yoki Uyg'ur tili bo'lsin, bular o'zimiz bizningki biz qiladigan, bizning ruhimizni ruh qiladigan, millatni qalb ko'targizadigan bu to'rikimiz bu bizning aslida. Evet. Yani Uyg'ur madaniyatining to'riki faqat va faqat til, Uyg'ur tili. Bu narsaga sal qarag'anlik o'zimizning mavjudligiga sal qarag'anlik, o'zimizning bolarimizga va kelgusimizga sal qarag'anlik. Bu Uyg'ur tilini tanlamaslik deganning o'zi o'limni tanlash deganlik. Yo'q bo'lishni tanlash deganlik. Biz hozir Uyg'ur tilini astoydil o'rgatmagan bo'lsak, u holda o'zimiz rozilik bilan o'limga mang'anlik bilan barobar. Bu qattiq eg'ir ish. Mayli akademiyada bo'lsin, odatda bo'lsin, men bu qadar eg'ir gapni qilishimning sabab bu til bizning mavjudligimizning faqat va faqat birdan bir sharti. Bunun artık şartı yok. Bu bo'lmasa siz bilan biz o'tirmaymiz. Balki bu programma o'tirib chiqmaydi. Demak, bizning barliq mavjudiyatimizningki konkret sohalarning hammasi faqat va faqat mana shu tilga, ya'ni ana tilimizga, ya'ni ko'ngil xazinasining tili bo'lgan, qulpi bo'lgan va ham osh kuchi bo'lgan, va abi degan ham atom kuchi ham yadro kuchi bo'lgan bu narsa faqat biz uchun Uyg'ur tilidan iborat. Tamam. Allah razı olsun. Bu noktada ben müşkifamızın yola çıkıp şu narsa isim geldi aslında. Ama bazılarında belki az buluş mümkün olsandaki kişiler, hatta ki şu elbette biz bilgen muhaciretlik insanların oylasak mı teşvikat sahasında bizim halkımızın chet eldeki sanığı nispeten aslında bizim qançılığın resmi kanallarımız buluş gerek hem teşvikatlı mı məxsus başka tillerde davarımızın yetkizişiyle birlikte bu milletninki medeniyetini, dinini, örüp adetlerini saklap kılış için çokum öz anlatıldığı mükemmel bir teşvikat vasıtası buluş gerek hem de. Afsus ki biz namda biz 10 yıllardan bir hizmet kılbatımız kulumuzdan kelgençe. Hatta bazılar deydik hem de özünün tilini qançak yokutup kuyvatqanlıqdan xijil bolmasdan hatta şu Uyghur tilde qan teşvikatını mı? Ya bu davani özümüz anlatamdı o. Biz Uygurlar zaten bildi bunu. Qaysi devlet olsa şu devletin tildilerini teşvik qilish kerak deb. Ama sizning milyonlagan chet eldeki xalqing şu ularga bildirişin her jihatdan ularni tutib turadigan bir teşvikat degan o millatning eng muhim kuchi. Siz bu vaqtdagi ko'z qarashingizni biraz almasam. Acayip katı sual oldu. Hakikaten nihayet mühim bir mesele. Biz evvel özümüz bilmesek, özümüz çoğunqurlaşmasak, özümüz kengaymasak, bu meseleyi özümüz akademik bir seviyede jahan o tanımasak, yani özümüzde ana tilimizni tanımasak, bunu hak qanday tanısın, Germanlar qanday bilsin Uyghur meselesini, yoki Yapılga qanday bilsin. Biz evvel özümüz akademik çoğunqurlukta, yani özümüzün tilida, özümüzün medeniyetimizde, özümüzün şu kaydı yosullarımız bilen, yani Uygur'a has olan bir şekilde Uygur tilida jahanga anlatmak o birinci şart. Barlık tercümele, barlık chet el tilleri bu ikinci narsa. Yani bu onun üstüne kuruluş gerek. Yani Uygur tildeki medyadan başka medyala ilişki gerek. Yani bizim medyalarımız çokum başka medyalara asas buluş gerek. Şu men qaragan vaqtda bu medya başkalar qaragan vaqtda ya başka tildeki medyalar qaragan vaqtda texmi muhim. Bizning jonijon arteriya qon tomirimiz balkim Uyg'ur ana tilidagi media kanallar bo'lishi kerak. Chunki bizning qimmat qarashimiz, bizningki madaniyatimiz, bizningki axloqimiz va bizning ruhiyat sistemamiz yoki ijtimoiy qarashimizning hammasi faqat va faqat Uyg'ur tili orqali Uyg'urga tushuntirish yoki jahonga tushuntirish mumkin. Bu men qaragan vaqtimizda shubhisizki Uyg'ur tilidagi medialar chet el tildeki her qanday media qilgandimi texmi muhim, texmi zarur, texmi ol karakterlik xizmatda qarayman. Allah razı olsun. Köptün köp rahmet. Doktoram da bilgenki temamızga Uyghur devletçilik felsefesiga doktorluk risalemiz şu temada bağlı için bunu paran söhbetişimizde oturuptuk. Bununla kirişten burun elbette biz felsefeni vatandaki vaqtlarimizda Uyg'urumuzning felsefeshunos deb bilgan Abdüşkür Muhammed Emin'in kitaplarıyla. Şunun bilen tunuğanımda o adamın kitaplarını okuş bilen. Halkımız bu nurgullarımda şu bekerek oturga çıkandı. Şu an bir chet elde muhaciretdeki halkımız gibi bir kısa bir şekilde elbette bir cevap bilen tüyeydiğen bir meselemiz bu. Qançılığın qatim söhbet qilishimiz kerak inşallah fırsatlar bilan. Felsefe degan nima bunu kısa bir tunuşturib andiki maddiyama kirganmiz.
Buldu. Bu muhim ve zor sual. Çünkü ben şu Türkiye'ye geldiğim gibi bir kanca dini sahadaki zatlar bilen süperleş prostim yasar buldum. Hayran kaldım. Bu elbette Zil bir tema. zil bir tema iken. Ama biz üçün halkımız bulmaydigan tema demesek bulmaydigan çokum talqin qilish zarur bo'lgan va o'rtaq fikr hosil qilish kerak bo'lgan bir tema. Ama en vaqtda bu grek tilidagi ma'nosi bu falsafa deganlik aqlni izlash yoki aqlni so'yish. Yani to'xtamay, izchil aql izlash, aqlni so'yish demektir. Bu filosofiyning aslidagi ma'nosi bu endi. Bu yerdagi Uyg'urlarga yetemay qolgan qismi ma'lum bir nüfuzluq shaxsning degan bo'lib, falasofib atilib qilib, qolganlardan ki fikri idrok qilinmaydigan bunda qarash. Amaliyotda falsafa emas. Men vaqtda Uyg'urning umumiy ahvoliga men diagnoz qo'yib baksam, balkim Uyg'urning ichida falsafaning haqiqiy ma'nosini tushunadigan inson balkim yo'qdir. Shu qadar keskin aytish mumkin. Chunki men bir universitetda nima uchun men 10 yillab turib ketdim bir universitetda. Ben bir özümle Uygur'un til usta deb o'ylayman. Odat şiir yazsam to'xtamay Muhammed yazdigan odamman. Yaponda nurg'un Muhammedlarimni jamoatga sunib qo'ydim. Ba'zida qiziqchilik qilib, sizning Muhammedlaringizni o'zimi ajoyib bir katta bir sovg'at deyishdi. Demakchi o'g'lim, men o'zimni Uyg'ur til jihati shu qadar ishongan turib, bu yerda Uyg'urlarningki falsafasiga yoki Uyg'urninki shu falsafa sohasiga bo'lgan diagnozni bu kadar küçük değişiminin sebebi cezmen Uygurlar bu felsefanın ameliyatki Girik tildeki ma'nosini, onun ki Latin sistemimizdeki ma'nosini ve German tildeki ma'nosini hazırki vakitte qaysi nokta birlik geldi, to'xtu değil degan noktalarni bilish kerak. Endi bir cümle so'z aytgan vaqtda felsefada ta'birning mumkinsizligi. Yani aniqlamning mumkinsizligi. Mesela su degan narsani yoki mesela odam deganga mesela aniqlam berish mumkin bu. Mesela tuluqsiz vaqtimizda bunda bir savol bor. Adabiyot degan nima deb savol so'raydi o'qituvchimiz. Til orqali obraz yaratib, ijtimoiy turmushni aks ettirgan fanni biz adabiyot deymiz degan. Amaliyotda bu falsafa do'stib qarasa bir kulgulik bir aniqlama bu. Amaliyotda adabiyotning o'ziga ta'bir berish falsafa do'stib qaraganda mumkin emas. U har birimizning izlanishiga, her birimizning tadqiqotiga, her birimizningki cho'nqurligiga munosabatli. Shuni qarab, buningki ma'nosi muayyan ma'noda o'zgarib menishi mumkin. Demak, 1000 yil burungi adabiyotning ta'biri hozirgi balki o'xshamasligi yoki davomli o'zgarib turishi mumkin. Demak, insonning aqli shu qadar cho'ng bo'shliq, shu qadar keng bir soha. Ya'ni bizning aqliy jihatdagi kuchtingurligimiz yoki kuchimizga qarab, bizning cho'nqurliqlarimizmi, ta'birimizmi cheksiz cho'nqurlashib kengayib boradi. Germanlar nima uchun falsafiy millat deb ataldi? Nimishki Grek millatini falsafiy millat, ya Grek tilini falsafiy til, German tilini falsafiy til deydi. Nimishki Grek millati va German millatini falsafiy millat deydi. Bunun sebebi nima? Bular o'z tilida, yani o'z ana tilida g'oyat zo'r sistemini, davlatchilik sistemasini, etik sistemasini, logik sistemasini yoki metafizikasini to'liq bilan mükemmelleştirildiği için hazır garip penler degan pen yok. O penlam hazır. Xo'sh. Bu garip felsefesi degan felsefe ameliyatı yok. O felsefe. Ma'lum ma'no qilgan vaqtda o matematiklik bir xususiyati bor da. Shu qadar zil, shu qadar inchga ve bunun hem diferansiyel ve integral noktaları qilgan vaqtda intayin küçük ko'rinmaydigan noktalar bo'lishi mumkin. Bizim aşı görünmeye kalan noktaları boğan, bizim tabirimiz bunun keyinki filozoflarga yoki bunun keyinki her birimizge sual şekilde yoki hizmet şekilde taşlangan buldu. Demek felsefe mengü beşi yok, ahırısı mı yok. 2500 yıl burun Platon ve onun şagirdi Aristotle ve onun keyinki Alexander Zulkarnayn Makedonski bu şahslar bu felsefenin küçü bilen cahan sorganken de meyli Sokrat olsun, meyli Aristotle olsun, Platon olsun, bular Grek milletinin içinde çıkan en katı sarxılar bular. Bular öz milletini dünyavi bir pellige aparadiganligida bu yerda mushu tilninki, yani mushu til orqali yaratilgan felsefe bo'lganligi tufayli. Biz ham
Uyghur tili ve Uyghur tili arkalık yaratılan felsefe arkalıkla özümüzni cahanga tanışmamız mümkün. Hem de tema kaysak felsefeye verilen tabir yoki aniqlama balkim germanlıklar, balkim Greklar, mayli Fransuzlar balkim o'xshaması mumkin. Nəhayət aniq misal keltirish mumkin. Mavjudiyat degan nima degan savolga berilgan bir faylasufning javobi bilan yana bir faylasufning javobi o'xshaması mumkin. Masalan, Descartes deydi. Cogito ergo sum deydi. Men mavjud bo'lgan, men fikr qilayotganlik uchun men mavjud deydi. Ya'ni fikr qilish mening mavjudligimning bir sharti deydi. Yoki biz kabal deydi. Demek her bir terminga yoki her bir temin qarta her bir millatning her bir mutafakkirning faylasufininki berilgan tabirlar o'tirisida nayt zil kontekstlik farq bor. Bu farq şu millatning yoki şu shaxsning til jihatdagi yoki ideya jihatdagi fikr jihatdagi akademik cho'nqurligiga bog'liq deb qarayman. Hakikaten. Deganingdek inshaalloh bu masalani bo'libmi zil masala bo'lganligi uchun siz Anqarada ko'rishyapsiz ana. Diniy saoda yetishgan birisi bilan birga bu falsafada yetishgan sizga o'xshash birisi bilan masalan nada zidlashishidu, nada masala yo'q degan masalalarda biz suhbat qilishga tegishli bir tema bo'lgan vaqtimiz uni albatta chiqmaydi. Unda bo'lsa nimaga qaytib keladi bugungi bosh temamizga? Uyg'ur davlatchilik falsafasida doktorligingizni qildingiz. Buni nima o'tirib qo'ydingiz? Bu nima degan gap? Bu haqda biroz bo'ldi. Anglaymiz. Bu albatta mening uzun yillik tadqiqotim. Ham bu tadqiqotninki oxirida qilib qolgan bir qism masala bordi. Ya'ni doktorlik unvon olib bo'lgandan keyin men o'tganda bir qancha media degandek haqiqiy ma'nodagi o'rganish tadqiqot doktorlikni olib bo'lgandan keyin debchi. Bu doktorlik o'rganishning oxirgi pallasi emas. Albatta. Balkim boshlanish nuqtasi balkim nol nuqtasi bo'lishi mumkin. Shu chog'da ondan aslida men mundaq bir yashab ekanman. Ya'ni Aflatonning davlat degan kitobida bor. Her bir insan bir qarang'i o'ng-ko'rning ishidagi holatda agar o'ng-ko'rdan chiqib shu quyoshni ko'rgan chog'da u quyoshning u jamolini ko'rgan chog'da u aqli lolliqning o'zi xuddi yo'qitib qo'yishi mumkin-da. Men qarag'anda falsafa doktorlik ilishning ma'nosi shu qarang'i o'ng-ko'rlikdan chiqib shu yo'riq bir quyoshning jamolini ko'rishga o'xshash bo'lishi mumkin. Men o'zimni shunday deb bilaman, ham o'zimni nol nuqta deb bilaman. Xo'sh. Hamda tema qaytsak, davlatchilik temasi abi degandek Uyg'urlar yo'qitib qo'ygan bir anguşlar. Ama cazmen qo'lga keltirmesi bo'lmaydigan bir anguşlar. Çünkü bu bo'lmasa biz bulamaymiz. Shuning uchun bu temaga biz 10 yillab, 15 yillab hayotimiz bo'yicha murojaat qildik va bundan keyin ham shu temada cho'nqurlaymiz, jamoatga taqchiqtirishimiz. Endi mening maqolamningki temasi bu bo'lgan tufaylidan aslidagi klassik adabiyotimizni o'ziga qaytayım. Endi Uyg'ur adabiyotida klassik asarimiz ichida davlatchilik temasi yozilgan bir qancha asar bor ekanda. Buning ichida endi vaqt so'zlab ketib qolishi mumkin, shunga qisqalashtiray. Yusuf Hasajevning kitobi amaliyotda bu davlatchilik kitobi. Davlat boshqarishning obdal qo'llanma sifatida bu kitob nalarga bo'lsa, shu yana olimlar va hokimlar tomonidan turli nom bilan oldilar. Chinliqlar, adabil mulk, mo'chilliklar, yana Aynul Mamlika, yana İranlıklar Şahnamayı Türk deb atadılar deb. Nima bunda ataydı? Sebebi nima? Yani bu adetki bir insanlıktan kitap emas. Belki bu devlet boshqarishning. Yani addiyroq aytgan vaqtda davlatchilikning kitobi da bu. Kitobning birinchi so'zi bayat, Xudo. Allah da. Qadim Uyg'ur tilida Allah va Xudoni bayat deb aytadi. Bu Yusuf Hasajev ayni davrda shu qadar zil yozganda bu kitobni. Yani bir İslam mutafakkiri bu nisbati bilan Bismillahirrahmanirrahim deb boshlaydi-yu, ammo beytning birinchisi Allah yoki Xudo degan so'z emas, balki shu sap Uyg'urcha bo'lgan. Ya'ni arab so'zidagi Allohni emas, balki qadim Uyg'ur tilidagi yoki urxun yensay yoki til bo'lgan. Ya'ni sap nafis bo'lgan Turkiya Uyg'ur tili bo'lgan shu bayat ishlatganda. Bizning bayat muqamimiz bor. Aytamanki Uyg'urlar uchun aytgan vaqtda bu asar shunchalik ilohiy ma'noda yoki davlatchilik ma'nosida yoki etiklik ma'noda shu qadar muhim bir asar. Ya'ni bizning tilimizni, bizning qimmat qarashlarimizni, etikimizni
bizning ruhiyatimizni bu qadar saqlab qoladigan asar sanab deb qalsa, uning birinchisiga balkim Yusuf Qasajibni tizish kerak. Albatta Mahmud Qashqarining va Navoiyning va o'z davridagi Idiqut qandaligida o'tgan Kiki, Qalim Kayshi, Mazuchang va mush qatorliq nurg'unlagan Saydullo degandek nurg'unlagan Idiqut qandaligida shu ayni vaqtda Idiqut tilida yozgan, Uyg'ur tilida yozgan nurg'un bizning mutafakkirimiz bor. Buning ichida albatta dаңliq tarjimashunos bo'lgan Tash Artun, Tash Atunga deymizmi? Ondan boshqa Sinqusali Tutun, Aprinchur Tekin degandek bu shaxslarni ham bu Idiqut davlatidagi bu sohada yetishgan bizning ijtimoiy folklor sohasidagi bizning yetuklarimiz. Bu albatta nihoyat muhim. Qaraxonlar xonadonligidagi Yusuf Qasajibning kitobi qanday muhim bo'lgan bo'lsa, Idiqut davlatidagi avlodning asarlari shu qadar muhim. Bu ikkisini birlashtirsak, andagi Uyg'urninki davlatchiligi ondan chiqadi. Hem bunun hammasi bir temaga yığıp olamaydı. Şuna Yusuf Qasajibninki asarininki içideki devletçilik ve bu onunki tüpki alaydığı nerede? Bu nereden kelgan? Ya ki bizninki ideyimizden qanchalik qismi Uyg'urga mansub, qanchalik qismi sirtdan kelgan. Yani o'zimizga tabiiy bo'lgan ilmlar bilan sirtdan kelgan ilmlarni bu asarda nihoyat yaxshi yig'inchoqlangan. Yani hamda uçkak vaqtda bu sohadagi mutaxassislarning o'rtaq qarashi Yusuf Qasajibninki asarininki davlatchilikning tubki markazida Aristotelcha yoki Aflatuncha bir xil haqqoniyat, aqlilik, qonun bilan davlat boshqarish yoziladi. Ya'ni qonun orqali davlat boshqarish, ya'ni shohmu jazman o'zining ashu qonuniga bo'ysunish kerak. Bak yine bir misal var. Xitaylarni qarasak, bu Xitaylar Qur'on devletinin hammasida bu şah deganlari qonunning sirtida. Ammo Uyg'urninki davlatchiligida shohmu ham, shohning oil tavotlari ham ashu qonunning ostida. Ya'ni barliq inson jazman davlatning tuzgan ashu qonuniga shartsiz rioya qilish kerak. Ya'ni qonun bilan davlat boshqarish degan nuqtada 11-asrda Cahan tarixi yazılgan belki tunca eser buluş gerek. Bu mendikli vaqtda mayli g'arbda bo'lsin, mayli sharqda bo'lsin, bu kadar katta eser yok. Aniq aytish kerak. Ondan boshqa buning markazida yana odam bolasining qimmati bilim va aqldan ekanligida haqida so'zlaydi. Ya'ni insonning qimmati bir yere bilim bilan aql sening qimmating deb nadi. Bu qarash bilan, ya'ni davlat siyosiy qarash bilan bu etik qarash birlashib bu eserini nihayet yukarı bir pelliğe yaratılgan. Hem de bu eserininki hem de devletçilik ma'nosidagi yana bir muhim utuqi mayli Aflatun bo'lsin, mayli Aristotel bo'lsin ve onun keyingi turli şu siyaset felsefe sohasidagi mutaxassislarninki demoqchi bo'lgan nihayet nurg'un, ya'ni ilk vaqtda Jean-Jacques Rousseau'ning ijtimoiy ahdi deymiz, ijtimoiy to'xtam deb tarjima qilish mumkin balki. Buningki ijtimoiy kelishimlar, ijtimoiy to'xtamlar sulhiyle arkalık devletini başqarish. Bunu hem ijtimoiy sohaninki muhim bir ölçümü qilish. Degan ma'noda Yusuf Qasajib ijtimoiy ahdining ham sahibi deb deyish mumkin. Demak, keyingi mezgilda naytın nurg'unlagan falsafalarninki, ya'ni qonun bilan davlat boshqarish, shundoqla etik orqali jamiyatni kontrol qilish. Shundoqla bu devletni jazman yani tabiat kanuni, yani alem kanuniyatları bilen birleştiriş. Diyen ma'noda belki bütün felsefe tarixida favqulodda o'rin egallagan ham sistemlik, nihoyat ustalik bilan mükemmel şekilde voyaga ifodalagan en katta felsefi eser deb qarash mumkin. Bu şekilde biz Uyg'urning davlatchilik felsefasini asosan mana shu Idiqut yoki Qaraxoniylarning felsefasininki devletni qonun bilan boshqarish. Adam bilan emas. Devletni etikli prinsiplar, axloqiy prinsiplar, ya'ni chinlik, yaxshilik, go'zallik prinsiplariga asosan boshqarish. İnsanning mohiyatini shu 3 nuqtada, devletning mohiyatini shu 3 nuqtada yig'inchoqlab, bu orqali devletni boshqarsa, bu devlet uzun bardo deb qaragan va kriz soldiki Qaraxonlar xandonligi Yusuf Qasajibning shu kitobi orqali, ya'ni Yusuf Qasajib o'zining kitobini Bo'g'ri Qaraxon Abu Ali Hasan bin Ustamaga taqdim qilgan. Hamda bu kishi bu kitobni olgandan keyin
devletni muşunu bilan boshqargan va Qaraqalloq xalqi undan keyin 100 yillab hukmronlik qilgan. Ya'ni shu qadar kriz ichidagi Qaraqalloq xonadonligi mushu asarning xosiyati bilan 100 yillab hukm sürelgende. Ondan keyin aytish kerakki, bu asarning nusxalari Osman Türk imperiyasiga kelgan deb aytiladi. Va turklar qurgan, ya Uyg'urlar qurgan 16 dan ortiq davlatninki nurg'unlarda mushu Ediqut ya Qaraqalloq xonadonligiga tabi bo'lgan Uyg'urlar falsafasi bo'lgan deydi. Buning ichidagi qut adg'u bilik Uyg'urlarninki yoki Turkiy millatlarning aqliy javhiri, davlatchilik falsafasining javhiri sifatida Osman Türk imperiyasiga kelganda men qaysi kuni Osman Türk imperiyasining shohlari turadigan ana shu Xon saroyiga kirib bir kun nihoyatda astoydil ziyorat qildim. Hayacanlandım. Ummayqa vaqtda balkim Osman Türk imperiyasininki bu kadar uzun hüküm sürüşüde, bu kadar humanitarlık bilen cahan soruşida men kisbeytimen ki Yusuf Hasajib'nin kitabının tesiri ba. Bu tədqiqatlar elbette bir yerde bir sözle otursak vakitçi kiziyor. Yani Osman Türk imperiyası olsun, ondan ki Çingiz imperiyasının hem bu eserinin tesiri uçuralığı malum. Yani Çingiz Han'ın imperiyası hem keyinki devlerde bu şu nimo Çingiz Han'ın Kutalı Bey'e giden mesela bir eser boğaldığı malum da. Demek Çingiz Han hem ve onun varısları hem bu eserinki devlet başkuruş sistemimizin çok menfaat ağırlığı inik. Bu menfaat vaktimizde biz özümüzden yitik mütefekkürümüz, yitik devlet ustazımız Yusuf Hasajib'den pəxirlişke ve hem muşununki prensiplerini asas kılıp keyinki bizni kurmakçı olan devletimizin sistemimiz yani Uygur'a yarışılan fakat ve Uygur'a has olan Uygurca varyantını yaratışımız için belki nihayet mühim bir ol asas buluş kitap qarayman. Elbette bu Uygur devletçilik hakkında yazılgan bu tema nihayet keng ve çoğunkur tema. Elbette bununki biliş nazariyesi sistemisi var. Bu insan kısmı da insanın ne bilgi hakkında, insanın kanı mevcut hakkında kısmı. Bu ama ben Yusuf Hasajib'in kitabında aqlilikni, etikilik buluşunu birinci orun koydu. Ondan başka bu devlet kanunu bilen tabiat kanununu bu garmonikal birleştirip barlık insanlar cezmen muşu kanun üstünde yani kanun asasında buluş gerek. Fakat muşda bu vakitte bu devlet gülünü de qaraydı. Hem de bu Yusuf Hasajib'in kitabınınki asasken. Hem de bu ne men hem de Ediqut xonadonligininki ve belki Farabi'nin ve Farabi zamandaş nurg'unlagan İslam mütefekkirlerininki ideyelerini parallalda kirgizip hem ilgak vaqtda hem Yaponiyada bo'lgandan keyin bu Grek felsefasiga taqash to'g'ri keladi. Yani Aristotel ve Platonning ta'siri qanchalik bu asarda. Bunu hem maqalamda eskartib o'tdim. Yani Platonning devlet degan kitabidagi ana shu faylasuf padişah devlet başlığı buluş degan açık sistemimizning hem ma'lum bir ilmentleri bu asarda uchraydi. Yani Yusuf Hasajib'in kitabidagi padişah kun tug'di nihoyat haybat o'ldirdi. O'ng qo'lida hasal, sol qo'lida zahar degandek bu chiroy intan turgun, qapoq turk bir holatda shoh ko'z oldimizga keldi. Nihoyat keskin. Yani bu keskin bu kanunun aldıda, adliyenin aldıda bu şah yok, gaday yok, uru tıkan yok, yat yok. Bu barlık insanlar bu şahın aldıda, bu şahın kanunun aldıda beraber. Muşundak devlet, muşundak şah boğa vaxtla andın devlet buludu, millet buludu da paralan. Bunu biz hem de makalimizde Uygur'un devletçiliğinin ki yadroluk kısmında düşendirdik. Tamam. Tamam. Hakikaten diginimizdeki insanlarga o kitabını okuyan, o kurlardaki sözlerden adam hayran kalmay şu normal demdi. Ta 11. asır bir gün mesela bütün devletlerdeki protokolda bütün siyasetçilerin, devlet adamlarının ki kandak kiyim kişiden tatip, paypığına kandak kişiden tatip bilgen hemmesini protokollaştırıyor tamam mı? Bu devirde bilgenki terakki tapkan bir asır yaşayan bir insan ta şu devirge kaytıp o kurlarını qaraganda hatta ki bir elçi evetsen o elçinin sıfıtkanda buluşudan tatip til qadınğanda hem de öyle. Adam ya muşunda bir milletinin yani bizning yıldızımız bu şekilde bu derecede çoğunqur bo'lgan bunchilik medeniyetlik biz ta'sir ko'rsatgan
dairimiz shunchalik har sohada shunchalik cho'nqur turib, bugun bu Nejislaninki qulluq qilishiga inson echilmay qolmaydi. Inshaalloh bu yildizi bundaq bo'lgan bir millat cho'qim yana o'zimizning asliga qaytishga haqliqimiz, qaytimiz deb qaraymiz inshaalloh. Shuning uchun tirishimiz. Haqiqatan yani temiz buni vaqtimiz bo'ldi buraya badi. Lekin qizg'in ketyapmiz hamda har xil nimadan so'rasam hamda shu hamda Yaponiyada uzun yil turyapsiz hamda ko'rmalarimizni ichidan hamda ismim fursat bizga bergan kapagalligimiz uchun o'quvchilarimizga qiladigan tavsiyalaringiz Yaponiyada o'qiydiganlar bo'lishi mumkin emas. Bular haqida nima deysiz masalan? Yaponiya Uyg'urlar uchun balkim eng yaxshi davlat bo'lishi kerak. Sababi Yapon xalqi, Yapon hukumati, jamiyat va davlat sifatida Uyg'urlarga shu qadar keng quchoq ichiqliq. Ya'ni Uyg'urlarning ichida o'qiyman deganiga imkoniyat shu qadar kengri. Yani bir Uyg'ur berib qalsa bir hisobda beshin slaydigan yoki yordam beradigan yaponiyalarning nayt ko'pligini balkim aqasini anglagan bo'lsangiz kerak. Yaponiyaga ko'rib qiynalib qapti, kiramabdi yoki biz o'qiyamabdi degan gapni biz anglab baxmadik. Buningda Yapon xalqininki Uyg'ur xalqiga bo'lgan cheksiz mehr muhabbati, kang qo'saqligi, apuchanligi, yordamsevarligi va shu qadar cho'nqur bir millat ekanligi sabab bo'lgan deb qarayman. Albatta Yaponiya chet eldagi barliq Uyg'ur o'quvchilarininki intilisi bo'lgan yaxshi organi yoki bo'lmasa davlat deb qarayman. Har qaysi universitetda Uyg'urlarning o'qiyotgan nurg'un o'quvchilar bor. Albatta xabaringlarda bilaman. Bu magistr doktor o'quvchilarning soni nihoyat ko'p. Biz bu sonni aniqlaymiz, o'qimaymiz-da endi. Ammo sohalar bo'yicha vaqtda bizning Yaponiyada o'quvchilarning soni bir qadar ko'p. Ya'ni chet el, ya'ni Uyg'urdan chet elga chiqadiganlar ichida Yaponga keladiganlar nisbatan ko'p. Asosan balkim 100% degidek o'qishga keldi. Shunga bu yerda ishsizlik qoldigan yoki o'qishsiz qoldigan imkoniyat Yaponda bo'lmaydi. Chunki bu yerda ya o'qishingiz kerak, ya ishlashingiz kerak. Bu ikkisining birisini tanlashda. Shu mendamda Yaponiya chet eldagi barliq Uyg'ur o'quvchilari intilisi bo'lgan joy. Yapon til nuqtasi qaragan vaqtda grammatikasi Uyg'ur tiliga nihoyat yaqin keladi. Bizningki odatdagi masalan mening leksiyam yaponchada bir qancha Uyg'urning bir gapi bor. Siz yaponcha so'z desangiz xuddi Uyg'ur so'zigidek anglandi deb. Bu bir yumurliq gap aslida. Demak, shu qadar tabiiy endi. Bir Uyg'urning yaponcha so'zlashi shu qadar bir normal ahvolda hayron qolmaydi. Grammatika qurilmasi jihatdagi, fonetiki va leksika jihatdagi zo'r darajadagi o'xshash deylamdi. Zo'r bir o'xshashlar bor. Bu tadqiqot ayrim bo'lishi kerak. Bu jihatga qaraganda chet eldagi Uyg'ur o'quvchilar cho'qim Yaponga bas bo'ldi deb o'ylayman. Buningki til o'tkili cho'qim bor, Yapon tili o'lchimi, Yapon tili o'tkili bor. Buni men demasam bilsa o'tish kerak endi bu. Men u qadar murakkab emas. Chunki bularning tilida Hanzucha xat bor. Bizning Uyg'urlarimiz asosan Hanzucha biladi, Xitoycha biladi. Ondan grammatikasi bizning grammatikimizga yaqin. Ondan boshqa hiragana, kadagana deb qo'ydi. Bu ham bu 50 dan 100 arab hamda o'nchi murakkab narsa emas. Bu Yaponiya turmushiga kirsa, buni tabiiy holda o'rganib ketadi. Hamda biz hozir Yaponiya grajdani shu davlatdan fuqarosi bo'lib yashayapmiz. Bu yerga ham shu xil salohiyatdan keldik. Menimcha qo'g'onda Uyg'urlar o'zini kuchaytirish uchun Yapondagi barliq imkoniyatlardan cho'qim foydalanish kerak. Bu fursat. Ondan yana bir nuqta davlat tavalligi nuqtasini qaragan vaqtimizda nurg'un Uyg'urlar Yaponiya davlat tavalligiga iltimos qildi. Men anglaganim ichida chiqmaganlari yo'q. Xo'sh. Bir oz vaqt ketib qolishi mumkin. Har birimizning shaxsiy ahvollari o'xshamaydi u. Xo'sh. Unda ushaq masala bo'lishi mumkin. U bir normal ahvol. U qonun bo'lgan ekan. Ammo bir Uyg'urni davlatga bermay qoidani tuzadigan bir gapni anglab baxmadik. Bir Uyg'urni bir universitetga kirib degan gapni anglab baxmadik. Uyg'urlar Yaponiyada qilman deganni qilyotdi, deyman deganni davatdi. Menimcha Yapondan ortiq bir yaxshi bir davlat balkim bo'lmasi mumkin. Ammo Turkiyaga kirib is qilganim
bu Türkiye'nin muhiti. Türkiye'deki təsiratınız ne? Bu alayda bir yaxşı bir muhit dikensizler. Bu muhittin ben köp narsani ügendim, his qildim. Albatta Türk milleti bilen Uyg'ur milleti ve yapıla otursa naydı zil bir ortaklık bada bilmen. Tılığı naydı zil kelimiz. Yani bu yapın til, Türk tili bolsun, bu da her şekilde felsefi bir til. Ben leksiyetim dedim, Uygur tili felsefi bir tildir dep. Yani muhakimetil lugateyn, yani Alisher Navoiyning muhakimetil lugateyndeki Arap tili hasalist, Pars tili şekerist, Türkiye tili hünerist degende, hünerist degende çoңqurroq o'qisak, bu hüner kasbning tili emas. O felsefi til deganlik. Xo'sh. Şunu Alisher Navoiy abi ben o'qigan she'rdagi gapni deganda. Alisher Navoiyning demoqchi bo'lgani Uyg'ur tili yoki Türk tili ayni vaqtki felsefi tildir demoqchi. Men aldaqi shu doktorda Yaponning davlat she'rini men Uyg'urcha tarjima qilib o'qib berdim jamoatga. Uyg'ur tilining fasodatidan Uyg'urlar hayron qoladi, jamoat hayron qoladi. Ne kadar fasad til bu. Bu güzel Japonca davlat she'rini bu kadar kat tarjima qilibsizlar. Hammasi hayron qolishib ketdi. Demek bu tilning masalasi emas. Bizdeki mesele. Xo'sh. Bu logiksiz til yoki felsefesiz til bo'lmaydi. Logiksiz inson yoki felsefesiz inson bo'lishi mumkin. Xo'sh. Bu fakat her birimizin şahsi sıfatlarımız, çoңqurluklarımız, ilim ve bilim cihetindeki kenglik ve çoңqurluklarımızga belki münasebet bo'lishi kerak. Tamam. Tamam. Şimdi bu gapni qilib meni qiziqtirib qo'ydingiz. Buni o'qib bersangiz bo'lsa. Yapon Muhammadlaringizdan birini anglaydi. Hem bu Yapon tilini, Yapon tildekini davlat she'rini Uyg'ur tilida o'qib turibsiz. Onu yadlamam bir defa ya. Japonning davlat she'rining ismini Kimigayo deydi. Ben defa ya. Bahadır Şah ulab ecdat çik feryat nitey heyhat. Nima ikkinchi misolasi da kutup yıldız cinim evlat qinim kaynak dilim uygak tevarih yazmışın haktur fazilet pazılın yektur. En ahırkı misolasi da Qutatsın xut nima en ahırkı misolasi da Qutatsın xut nima nihayet encümen şeksiz nihayet encümen şeksiz Qutatsın xut jahan qovnaq degan şekilde tercüme kıldım. Davlat she'rini. Davlat she'rini. Bularning bu she'r amaliyotda Yaponcasini ko'rsanglar bundoq bir qancha masalan Xitoylarning masalan 7lik yoki 4lik degandek ashuna bir shaklda yozilgan bir she'r. Bu she'r amaliyotda bu 1000 yillar burun, ya'ni Yusuf Qasasovning zamonida yozilgan she'r ekan. Davr jihati qaragan vaqtimi shu davr bo'lganligi tufayli men amalning boricha Uyg'ur tilining eng cho'nqur, ya'ni davlatga oid bo'lgan qismini ashaga kirgizishga tirishdim. Ama pek yaxshi chiqibdi bu hakikaten. Demek bu birinchi misra demek çoğunum bu şahlarni muhim bildi bularçı. Bu Bahadır Şah, ulab ecdat, çik feryat, nitey hayat. Bu ne kadar zor bir azap çekmedi de. Ama şu kadar azap çeksin mi? Bu şah bu devletin devletke halk ulavatı bir yerde çok. Andın ikinci misrasıdaki kutup yıldız cinim evlat. Bu evlatlarını şu kadar mühim biliyordu. Qinim kaynak kaynaptır da. Dilim uygak. Şu kadar hoşyar da bu millet. Tevarih yazmışın haktur. Tarih yazılışın mukarrer demekçi. Yapıllıklar cahan tarihini yazgan olsa o hak. Fazilet pazılın yektur. Sendeki pazıllığa fazilet ilgilileri bu elbette hazır yapılıp olan fazileti kandak cahandan andan kaldırgan bolsa ve aynı vakitte hem Mahmud Kaşgar'ın kitabında bu Cabırqa toğruluk söz var. Biz
Jabırqa degan so'zni Uyg'urcha, Yaponcha aytgan vaqtimizda Jabırqa Yapon deb tarjima qilinyapti. Mahmud Qashqariyning Turklar divanida bu Jabırqa ya'ni Yapon ularning odamlarning terisi oqken nihoyat siliq sipoy bo'layim keldi deb angladik. Ammo bu tilni bildigan odam yo'q. Deb asli Mahmud Qashqariyning ashu zamondami Mahmud Qashqariyning qulug'iga yetganda buningki. Bu Yaponiya haqidagi bu Mahmud Qashqariyninki bayoni nihoyat qisqa, ammo bek ma'nilikda. Bu bir qancha jumladan bir narsa tasavvur qilish mumkin. Shu qadar sipoyi, shu qadar yani axloqiy jihatda bir yetilgan bir muloyim bir millat ekanligi, ham hozir Yaponda yashaganlarga ma'lum bu yerdagi axloq, bu yerdagi apuchanlik bu balkim biz uchun bir yaxshi bir dars ulgu bo'lishi kerak. Bu menda qarab vaqtimizda hamda biz Yaponlardan o axloq jihatli ham o'zimizningki ma'lum bir taraflarini ko'rishimiz kerak. Hamda bu she'rning eng oxirida nihoyat anjuman shaksiz deganning ma'nosi bu kollektivning shu qadar muhim biladi bular. Jamoat ishini. O'tganda bir nihoyat qiziq bir narsa. Nissan degan shirkatninki direktorini butun dunyoga qabuldi. Bu ash o'g'irlikcha chigirdan chiqatida Çambudanın ichiga qochilab Amerikaning va Turkiyaning odamlari buni keyin Livanga qochagan bo'ldi. Bu xalqaro bir cho'ng bir tim bo'lib ketdi. Xo'sh. Demakchi o'g'lim, hamda bu odamning bir yani aşu nima aşu direktorning bir gapi bor. Yapon qada bir norozilik bor da, bir hesabda bir dushman bo'lib qoldi-da. Bu odam deydi. Men qasd kuchirdim deydi. Bu Yaponlik ham meni qasd deydi. Eng og'ir degan bir muhim so'z menga ta'sir qildi. Odatdagi Yaponliklarmi nihoyat inchki, zil keladi va bular avtomatik tabiiy holda tashkillaydi dedi. Birisiga bir og'iz gap qilmaydi tashkillaydigan millat bular. Ben abi müşakkakçe ustazın bunda bir sözden aldım. Uygur'da hemmisi akıldarken, birisini gibiden anlamaydıken. Hatta biz Afganlarcılıkın bulamaptığımız da oldu. Benim ekip koyan bir ustazımız. Özür billah. Ben şu kadar hayran kaldım. Ama demek çoğunum bu yapıldıklardaki bu kıl fazilet, bu kıl ahlak, bu kıl dövlet şiirde. Nihayet yaxshi ifodalaganda, ya'ni nihoyat anjuman shaksiz qutatsin qut jahon quvnoq. Ya'ni shu jamoat bilan biz gullanamiz. Buning bilan jahon gullanadi. Deydi-da. Demak, shaxsni muhim biladi. Har bir shaxs bir angushtada yapılıq uchun. Aytmanki, har bir yapıllıqqa shu qadar astoydil muomala qildi. Xuddi davlatga muomala qilgandek. Ammo bir Uyg'ur yana bir Uyg'ur qanday muomala qildi? Birimiz qilgan astoydil muomala amaliyotda davlat qilgan muomala da bu. Chunki Hegel deydi. Felsefe podshohi Hegel nomli bir so'zi bor. İnsan aslida davlat shaklida yaratilgandir deydi. Bizning bunu vücudumuz amaliyotda Alloh tarafidan bir hisobda davlat shaklida yaratilganda. Buning ichida sot bor. Buning ichida o parlament turibdi. Bunun içinde icraatçılar var. Bunun içinde avam var. Bunun içinde çak var. Yani rol var. Gigilleydi bu gene. Benim bir yerde yapılığın teknisinin sebebi bir insan kılınan muamele ameliyette bir devlet kılınan muamele şekilde buluş gerek. Çünkü insanın mahiyeti devletlik mahiyet. Bu kıl mahiyet Japon'un devlet şiirde en yaxşı şekilde ifadelengen. Ben Japoncasını okup heyecanlandım ve bu heyecanım ne? Aşu 1000 yıl burunki Uygur tili bilen ve bugünkü Uygur tilimizden fasayetinden ifade ettiriştim. Tamam. Hakikaten. Şu bu Kanuni Sultan Süleyman'ın bir gibi insanını yaşat ki devlet yaşasın dep. Meniga uyg'un kelib qolgan bu so'zingizga. Muhammadlaringizdan sunamsiz yoki? Bu yerda hech qanday tayyorlik yo'q. Bu albatta bu ayrim tayyorlik qilib nurg'un muhammasa bor albatta. Xo'sh. Mumkin bo'lsa keyingi fursatlarda bo'lib qolar. İnşallah. Ko'pdan ko'p rahmat, Alloh razı olsun. Qimmatli vaqtingizni chiqarib programmamizga qatnashganligingiz uchun. Sizga ko'pdan ko'p rahmat. Nihoyatda yaxshi bir temada yaxshi bir suhbatlashdik. Albatta so'zlarimda nurg'unlagan ziddiyatlar, qarmoqqa
teyizliklar bo'lishi yoki yangiliklar bo'lishi mumkin. Estağfurullah. Ammo men shu sohada 10 yillab, 20 yillab o'rganib tadqiq qildim va bizning barligimiz ham Uyg'urning davlatini qurish uchun Uyg'ur millatini al-qatori Greklardek, Germandek, Fransozdek yaşatış. Bu devlet kurmayı durup millet bulanmaydı. Siz bulanmaysınız. Ben bulanmayman. Uygur bulanmaydı. Tamam. Rahmet, Allah razı olsun. Bu sözlerimizden ahırda tamam diye yaptım. Ben şunu yemin eslep kaldım. Bu küçük vaktimizde Japon'un kinosu gördük. Japonlar bir yapını kıp boğan dikildim. Hayda gibi. Şunun kalka bizning tilimizda shunga qilib maslashib ketibsiz Yapondan universitetiga. Inshaalloh ko'p rahmat. Allah razı olsun. Qadrli ko'ruvchilarimiz, shunday qilib bugungi programmamiz nihoyatda keyifli bo'ldi. Alloh razı olsun. Inshaalloh yana fursat bo'lsa boshqa temalarda meni bundan keyingi Yaponiyaga kelsam yana suhbat qilib bo'ldi albatta. Allah ömür verse aldığımızdaki sonda başka bir temada görüşürüz. Aman bağışlar. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi Teala ve Berekatuhu.